Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Ayni damda bugun biz Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani Mehnat mahallasiga yetib kelganmiz. Bu video albatta siz uchun foydali bo'ladi. Videoni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishni va like tugmalarini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmanglar. Uyni tunikofon qildirish necha pulga tushadi? Bugun sizlar bilan qisqacha shu haqida gaplashamiz. Ustakalarimiz mana 80 kvadratni ishga olishgan. Uyda oldi, orqa tomonlari, darvozaxonalar bilan birgalikda. Xo'p, bu yerda eng qizig'i, azizlar, mana ishni boshlashibdi. Ustaka xormang. Charchamayapsizmi? Azizlar, 80 kvadratli obyekt mana ishni endi boshlashgan. 1 metr kvadrati 130 ming so'mdan. Uyda egasidan hech narsa talab qilinmaydi. Ya'ni bitta samarangiz ham ko'tarmaydi. Hamma narsalarni ustakamizni o'zlari olib kelib, chiroyli tarzda mana shu lesalar deysizlarmi, uyni bitirib qabul qilib olasizlar, bo'ldi. Ustakalarimizni telefon raqamlarini mana shu shunday pastga qo'yib qo'yaman. To'g'ridan-to'g'ri bog'lana olsa, xizmatlar butun Samarqand bo'ylab ko'rsatiladi. Bemalol aloqaga chiqishliklaringiz mumkin. Ana endi faqat osh-ovqatiga ustalar shunday qarab qo'yasizlar. Bironta samarangiz lesa ko'tarib, unaqa tashvish bo'lmaydi. 130 ming so'm 1 metr kvadrat tunikani rasxodiga. Nima deb o'ylaysizlar? Arzonmi yoki qimmatmi? Kommentariyada hammadan xolisona fikrlarni kutaman. Pastdarg'om aktiv bo'lamiz, mehnat aktiv bo'lamiz. Bugun sizlar bilamiz. Rahmat. Aytgancha, bundan keyingi kontentimiz, bundan keyingi reklamamiz aynan qanaqa mavzuda bo'lsin? Qisqacha fikrlarni yozib qo'yamiz. Rahmat.